Ashula aytishga majbur bo'lganingda qaysi ashulani aytgan bo'larding? Janonga bordim bir kecha boru, o'shani takoy zamonaviylashtirib aytardim, to'ylarga chiqib soqqani bosardim. Remix cover. Da, shunaqa. O'zi ashulamiz bor, o'shani bemalol tayyorlanib, vaqt olib, cho'tkiroq qilib aytishga harakat qilardik. Shokir bilan Konstantni chumol muzikasi bor, eshitganmisizlar? O'shani aytaman. Ko'zim oldidan o'tdim, ay, ko'zim oldidan o'tdi, yo. Eminemmi Lose Yourself. Jasur Umirovni Daryolar bo'yida degan ashulasini aytaveramiz. Bitta bo'lsin jonli. Ya, aytaman. Qo'yib yuboradi o'sha yerda. Daryolar bo'yida, qarsang tosh bo'ynida. Скриптонит, не расслабляйся. Том Одель, Another Love. Все знают, да? What about you? А? Yes. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken once too many times. Men Oxunjon Mamadaliyev ashulasini aytgan bo'lardim. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib.